5 sekundda 100 ga chiqargan Lacetti kelib qoldi e'longa akalar, faqat naqdga sotiladi. 1.6 turbina motor, 300 tadan ko'p ekan ot kuchi akalar. Mana go'zalligiga bitta ahamiyat bering. Boshim aylanib qoldi. Qobil aka, buni tanishtirib chiqmasangiz bo'lmaydi, aka. Nimalar qo'yilgan bu mashinaga? Xo'p, akalar 1.6 motorga turbina qo'yilgan. Xo'p, benzin emulyator qo'yilgan. Mana moya anaqalarini qo'yilgan. Xullas apparaturlari mana zo'r tushuninglar, pavuqlar qo'yilgan. Juda ham ideal holatda mana pishillab chiqarib beradigan. Ovozini bitta eshitinglar. Motor ovozini. Nima deyapti bu? Nima deyapti? Salonlarni, bitta balonlarni, ABS tormoz sistemalarini bitta tanishtirib chiqing, aka. Mehra qarang, aka. 5 kilo olgan shu. Aka 5 kilo. Bu ishoning Toshkentdagi eng tez yurar Malibuni ham mazasini qochirib qo'ygan mashina ekan aka. Ko'pchilik taniydi, endi oldin boshqa nomerda bo'lgan, hozir boshqa nomerda, lekin gonkaga qiziqadigan odam aniq bu mashinani taniydi aka. Obshipkalari zo'r holatda, chexollari zo'r holatda, poliklari yaxshi holatda. O'zini mana bunaqa Malibu rullari, turbo datchiki bor. Xullas 298 ming kilometr yurgan ekan. Mana bunaqa udobstvo qo'yganlar. Xullas hamma narsasi bor, suv datchiklarigacha bor. Tepada video registrator akalar. Aka bitta popkorn eshitaylik. Optra far, mashinani o'zi optra bo'lgan kerak. O'zi optra bo'lgan. Ana bo'lmasam, okalar. Bunaqa mehrga to'g'risini aytaman, okam aytayotdilar, 5000 gacha pul ketgan deyaptilar. Menimcha, undan ko'p ketgan bo'lsa kerak. Rostdan aytaman. Motorlari ham yaqinni qilingan, tayyor holatda okalar. Mashina narxiga keladigan bo'lsa, okalar, bitta pochka bo'lsa shuni olib berib yuboraman, deyaptilar, 10 ming dollarga okalar. Arziydi yoki arzimasligini shuni kommentariyada yozib qoldirib keting akalar. Xullas tegirgan nomerni qoldirdik, aloqaga chiqinglar va shunaqa sportivniy Lacetti qidirgan o'rtog'ingizga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, okalar, joningiz sog' bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.